Azizlar, bu bemorimizda bir oydan beri bachadondan qon ketish kuzatilyapti. Biz shu qon ketish sababini topdik. Bu qon ketishga sabab bachadonda ko'plab miyomatoz tugunlar. Hozir biz shuni bachadonni 2 soat mobaynida laparoskopik usul bilan olib tashlab, shu qon ketishga nuqta qo'yamiz. Ya'ni ochmasdan qorin bo'shlig'ini kichkina tirqishlar orqali eng yangi zamonaviy usulda laparoskopik usul bilan shu bachadonni olib tashlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, amaliyotni boshladik mana. Mana shular bachadondagi miyomatoz tugunlar. Ko'plab miyomatoz tugunlar qon ketishga shular sabab bo'lgan. Mana bu ham miyomatoz tugun.